Bundan 100 yillar avval Polshada tayyorlanishni boshlagan qaynatib budlanuvchi krakovskiy kolbasasi hozir ham eng sevib iste'mol qilingan kolbasa mahsulotlaridandir. Xo'sh, uning tarkibi qanday? O'zbekistonda uni qanday tayyorlashadi? Videoga like bosib kanalga obuna bo'ling, hozir hammasini ko'rsataman. Krakovskiy kolbasasini tayyorlashimiz uchun bizga 5 mm lik qiymalagichdan chiqarilgan yuqori navli mol go'shti, muzlatilgan kurka go'shti, tovuq filesi, yaxlatilgan yog', nitritlangan tuz, ziravorlar va 1% miqdorda kraxmal kerak bo'ladi. Kuturimizni ishga tushirganimizdan so'ng muzlatilgan mahsulotlarimiz kurka go'shti, tovuq filesi va yog'ni 2-3 mm bo'lgunicha maydalab olamiz. So'ng pichoq aylanmasini eng past kuchlanishga qo'yib, qiymalagichdan chiqarilgan mol go'shti, tuz va ziravorlar solib aralashtiramiz. Jarayon so'ngida retseptimizdagi barcha mahsulotlar bir-biriga yaxshi birikishi, ortiqcha suv va yog'lar ajralmasligi uchun 1% miqdorda kraxmal solamiz. Putur qopqog'ini yopib, ziravorlar yaxshi singishi va ortiqcha bo'shliqni yo'qotish uchun vakuumda ishga tushirib, ichidagi havoni tortib olamiz. Bu esa o'z navbatida mahsulot kesimi ko'rinishini silliq va chiroyli qiladi. Tayyor mahsulotimizni taralarga tushirib olamiz. Ko'tarma moslamamiz orqali qiymani shpris uskunamizga tushiramiz. Ko'rsatkichlarni me'yorga keltirib, qiymamizni mol ichagiga bir me'yorda qilib joylaymiz. Ehtiyotkorlik bilan ularni ramalarga ilib chiqamiz. Ramalarimizni termokameralarga joylaymiz. Birinchi navbatda ularni 65 gradusda biroz quritib olamiz. So'ng mahsulot ichki qismi 72 gradus bo'lgunicha 80 darajada qaynatamiz va yana quritamiz. So'ng ularni buk daraxtidan qilingan, asosan Germaniyadan keladigan maydalangan yog'och bo'laklari orqali tabiiy holda dudlab olamiz. Chip chiqqan mahsulotlarimizni yaxshilab 2-3 daqiqa davomida sovutib olamiz. Markaziy Yevropa mamlakatlari, Polsha, Avstriya va Germaniyada, shuningdek Rossiya va MDH mamlakatlarida sevib iste'mol qilinadigan krakovskiy kolbasasi sizga ham yoqadimi? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Videoni yaqinlariga jo'natishni unutmang.